Ushbu tanlov fanimiz robototexnika. Robototexnika o'zi nima? Robototexnika bu mexanika, elektrotexnika, elektronika va informatika fanlarining uyg'unlashuvidan iborat ko'p qirrali soha. U robotlarni loyihalash, qurish va boshqarish san'atini o'z ichiga oladi. Bugungi kunda bu fan zamonaviy texnologik taraqqiyotning asosiy tayanchi hisoblanadi va kelajak mutaxassislari uchun muhim bilim manbai hisoblanadi. Mexanika, jismoniy tuzilma va harorat, elektronika, sensorlar va boshqaruv tizimlari, informatika, dasturlash va algoritmlarni o'z ichiga oladi. Ta'limda robototexnikaning ahamiyati mantiqiy fikrlashni o'stiradi, ijodiy yondashuvni, jamoaviy ishlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Mantiqiy fikrlash algoritmik va tizimli fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. O'quvchilar murakkab masalalarni bosqichma-bosqich hal qilishni o'rganadi. Ijodiy yondashuv muammolarni hal qilishda noan'anaviy va innovatsion fikrlashni rag'batlantiradi. Har bir loyiha yangi yechimlar izlashga undaydi. Jamoaviy ish, loyihalar orqali hamkorlik va kommunikatsiya ko'nikmalarini shakllantiradi. O'quvchilar birgalikda muammolarni hal qilishni o'rganadi. Amaliy qadamlar, maktab laboratoriyalari, aqlli chorraha, STEM tamoyili, sun'iy intellekt va robototexnika integratsiyasi, mustaqil qarorlar. Robotlar muhitni tahlil qilib, mustaqil ravishda qaror qabul qilish qobiliyatini egallaydi. Ko'rish tizimlari, kompyuter, ko'rish texnologiyalari orqali obyektlarni aniqlash va tanish imkoniyati. Nutqni aniqlash, ovozni, buyruqlarni tushunish va ularga javob berish tizimlarini. O'zbekistonda istiqbollar. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot rivojlanishi bilan robototexnika ta'limi tobora muhim ahamiyatni kasb etmoqda. Yosh ixtirochilar uchun yangi imkoniyatlar eshigi ochilmoqda va sanoat sohasi avtomatlashtirish jarayonlari jadallashmoqda. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, kelajak bizning qo'limizda. Robototexnika bu shunchaki o'yinchoq emas, bu yangi avlodning tafakkur tarzi va kelajakka bo'lgan ishonchli qadamni hisoblanadi. Bilim, ijodkorlik, kelajak. Har bir yosh muhandis yangi O'zbekiston taraqqiyotining bo'lajak bunyodkori. Keling, birgalikda texnologiyalar bilan hamnafas bo'laylik. E'tiboringiz uchun rahmat.